surunkali burun bitishi, doimiy aksirishga, Rinaxil spreyga o'tirib qolgan o'rtoqlarimizga yuborib qo'yamiz. Uy sharoitida burun bitishidan oson va tez qutuling. 15 ming so'm sarflab millionlarni tejab qoling. Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlarga burun bitishi, surunkali rinit, doimiy aksirish, yo'tal, shamollashga, keyin Rinaxilga o'tirib qolgan bemorlarimizga tabiiy tomchi tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi ikkita flakonda 200 ml achchiq bodom moyi. Dorixonadan olinglar, istalgan brendlarnikini olsanglar bo'ladi. Hamda bizga kerak bo'ladi bir osh qoshiq to'la miqdorda qalampir munchoq kerak bo'ladi. Qalampir munchoqqa iloji boricha gulchalari bilan olishinglarni tavsiya qilaman. Bizga kerak bo'ladi shisha idish hamda vodяной banya qilishga kastrulya kerak bo'lar ekan. Nima qilamiz? Idishimizga ikkita flakon achchiq bodom moyini quyib olamiz. 8 ming 10 ming so'm atrofida bo'ladi. Chet ellikka shart emas, O'zbekistonnikini olinglar. Eng sifatlisi o'zimizniki, eng arzoni hisoblanadi. 200 ml achchiq bodom moyimizni quyib oldik. Bunga endi bir osh qoshiq to'la taxminan 60 dona qalampir munchoq gvozdikalarimizni solamiz. O'zi kengroq idish bo'lishi kerak, lekin qo'llashga qulayroq narsa tanladim-da. Mana o'rtoqlar, gvozdikalarimizni solib oldik. Qopqog'ini mahkam bekitamiz. Kastrulyamizga tagiga sochiqcha qo'yamiz. Iloji boricha bu yerda kichikroq kastrul bo'lib qolibdi. Kattaroq idish olinglar, nastoykanglar ko'proq suvga botib turishi uchun. Bo'zigacha suv to'ldiramizda, past olovga gazga qo'yib olar ekanmiz. Gazda 1 soatga yaqin past olovda miltillatib ushlaymiz. Qasqonda ham ushisa bo'ladi, lekin vodяной banyada biqillagan suvning ichida qalampir munchoqni efirni maslasi yana ham yaxshiroq chiqadi. Buni qaynatib qo'yganinglardan keyin kechasiga sovutishga qo'yasizlar. Vodяной banyani o'zida sovishi kerak. Darrovda olmanglar, o'zida sovishi kerak. Ana keyin mana shu moyimizni 2 yoshli boladan tortib yosh katta qariya onaxon otaxonlarimizga ham qo'llashimiz mumkin ekan. 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolajonlarimizga 2 tomchidan 3 mahal 5 kun davomida, 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolajonlarimizga har qaysi burunga 2 tomchidan 3-4 mahal 8 kun davomida. Kattalar uchun, ya'ni 12 yoshdan va undan kattalar uchun 3-4 tomchidan 3-4 mahal 10 kun davomida burunga tomizishinglarni tavsiya qilaman. Burun bitishida, rinitda, burundan tinmay suv kelishida, ko'p aksir urish holatlarida lecheniyasi 10 kundan 1 oygacha davom etadi. Bolajonlaringiz yo'talishni boshlasa, aksirishni boshlasa yoki nima bersanglar ham balg'am ko'chmayotgan bo'lsa, mana shu tindirmamizni yarim choy qoshiqdan 3 mahal ichirsanglar ham bo'ladi. Masalan, men o'g'lim moyli narsa icha olmaydi. Kichkina o'g'limga marojniy yeb qo'ysa, muzdek napitkali ichib qo'ysa, bilaman bolam muzdek nimadirlar yeb qo'yyapti, ichib qo'yyapti, lekin men to'ydaman yoki mehmondorchilikda bo'lsam, uyga kelgandan keyin uxlayotganida pipetkada olib og'iz bo'shlig'iga shundan tomizib, burniga ham tomizib qo'yaman. Ertasi kuni hech narsa bo'lmaydi o'rtoqlar. Profilaktika uchun 1 oyda 1 hafta bolajonlaringlarni burniga 3 kun davomida tomizishni hamda 3 kun ichirishni tavsiya qilaman, yarim choy qoshiqdan. Kattalar 1 choy qoshiqdan ichishadi 3 mahal. Immunitetini oshirib beradi. Yuqori nafas yo'llari immunitetini rag'batlantirib beradi. Ichaklardagi tabiiy mikroflorani oshirib beradi. Oshqozon, ichak, jigardagi hazm jarayonini yaxshilaydi. Natural antibiotik hisoblanadi. Albatta ko'rsatmaga binoan qabul qilishinglarni tavsiya qilaman. Homiladorlarga mumkin emas. Gvozdikani men homiladorlarga tavsiya qilmayman. Burunga tomizsa ziyon yo'q, ammo ichganda yo'ldoshdan qon ketkazib qo'yishi mumkin bo'ladi. Oshqozonini kestirgan bemorlarimizga operatsiyadan so'ng 3 oygacha mumkin emas, keyin bemalol iste'mol qilsanglar bo'ladi. Qalampir munchoq yoki bodomga allergiyasi borlarga ham tavsiya etilmaydi.